Agarda sizda mana shu 3 belgi bo'ladigan bo'lsa, homilangiz jinsi o'g'il bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan mutaxassis Gulnara Nabiyeva. Demak, bugungi video orqali men o'zimni shaxsiy 10 yillik tajribamdan kelib chiqib, sizga o'g'il homilani eng kichik muddatdanoq bildiradigan, sezdiradigan va ko'pchilik buni esdan chiqarib, unutib, ahamiyat bermay qo'yadigan eng asosiy 3 ta fakt haqida aytib o'tmoqchiman. 4-sini bonusga beraman. Buning uchun hoziroq videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, kommentariyada o'zingizni eng yaxshi fikrlaringizni va izohlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ldi. Demak, homila jinsini eng kichik muddatlardanoq men aniqlashga 10 yildan ortiq vaqtdan beri ayollarga yordam berib kelaman. Bularning orasida 50 dan ortiq men foydalanadigan metodlar mavjud va shuningdek shu bilan birgalikda xalqona va ilmiy taxminlar bor. Men shu xalqona va ilmiyni birlashtirib sizga eng zo'r 3tasini aytib o'tmoqchiman. Demak, bulardan birinchisi, eng birinchi belgi homilaning yurak urishi. Ko'pchilik buni biladi, ammo qoidasini tushunmaydi. Ko'pchilik faqat 140 dan yuqori bo'lsa qiz degan gapni biladi. Lekin kam aytiladigan fakt, o'g'il homilalarda yurak urishi ko'pincha barqaror va kam-kam ritmik sakrashda bo'ladi. Qizlarda esa tez-tez o'zgarib turadi. Bu qachon seziladi? Bu 9 haftadan 12 haftagacha bo'lgan muddatdagi homilalar uchun juda ham mos keladi. Buning uchun ketma-ket o'tkazilgan ultratovush tekshiruvlari ayniqsa haftasiga juda ham katta sezishga yordam beradigan metod hisoblanadi. Buni ko'pchilik e'tibor bermay ketadi bu joyga, lekin buni katta muddatdagi, ya'ni 12 haftadan tepa homilaga men sinab ko'rish tavsiya bermayman. Sababi ularga bu unchalik mos kelmaydi. Ikkinchisi, oddiy xalqona taxmin. Qarang, bu belgilarni men 100% deb aytmayapman, gapimga ahamiyat bering. Bu juda ko'pchilik ayollarda to'g'ri chiqqan. Kommentariyaga hech ham bo'lmagan gap, umuman bunaqa emas, qo'ysizchi degan gapni yozishdan oldin shu gapni eshiting. Siz men 100% deb aytmadim va siz bu 70%, 60% tasdiqlayotgan ayollar toifasiga kirmasligingiz mumkin. Demak, ikkinchisi bu onaning hid va ta'm sezishi. O'g'il homilada o'zgacha bo'ladi. Bu juda kam aytiladi. Tadqiqotlarda aniqlangan, o'g'il homila bo'lganda testosteron onaning hid sezish markaziga ta'sir o'tkazadi. Shu sababli atir va ovqat hidlari yoqmay qolishi, go'sht, sho'r va nodon ta'mlarga tortish, avvallari yoqqan hidlar endilikda yoqmay qolish holatlari kuzatiladi. Bu holat qiz homilaga qaraganda o'g'il homilada ko'proq uchraydi. Ya'ni sizda qandaydir toksikoz holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu homila qiz degani emas, o'g'ilda ham bo'lishi mumkin. O'g'ilni ham o'ziga xos faktlari bor aynan toksikoz bo'yicha. Demak, 3-belgi haqida gaplashamiz. 3-belgi juda ham ko'p shifokorlar buni bilishadi. O'g'il homila onaning tanasidan ko'proq energiya oladi. Ona tez charchaydi, boshi aylanadi, holsizlik bo'ladi. Homiladorlik boshida, ayniqsa jinsiy aloqaga nisbatan xohish pasayib ketadi. Sababi o'g'il homilaning o'sishi va mushak rivoji ko'proq energiya talab qiladi. Onalar nisbatan dangasaroq bo'lib qolishadi. Demak, bu 3 ta fakt va bu 3 faktdan tashqari yana bir teoriya bor, ya'ni ramziy teoriyasi. Buni ko'pchilik eshitgan, hatto eshitmaganlar ham mavjud. Buni aniqlash uchun esa sizda UZIdagi video yoki UZI mutaxassisi o'zi ham ba'zan shunga qarab turib homila jinsini oldindan taxmin qilishga yordam berishi mumkin. Buni qachondan boshlab ko'rish mumkin? Homilani 4-haftasidan keyin aniqlash mumkin. Asosan 5-6 haftada bu homilaning joylashuvi va homilani plasentasining dastlabki joylashuviga qaraydi. Asosan plasentaning dastlabki joylashuvi. Bunga qarab homilaning jinsi qiz yoki o'g'il deb taxmin qilinadi. O'ngda joylashsa o'g'il, chapda joylashsa qiz deb taxmin qilinadi. Ammo buni ko'rsatkichini unchalik baland deb ayta olmayman, sababi bu hamma homila sonida ham mos kelavermaydi va ko'pincha buni katta muddatlarda aniqlash nisbatan sal qiyinlashib ketishi mumkin. Albatta unutmang, mana shunga o'xshagan qiziqarli faktlar uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Agarda siz mutaxassisni aynan o'zi bilan aniqlatishni xohlasangiz va bundan ishonchlilik darajasi yuqoriroq bo'lgan, men o'zim tajribamda sinab ko'rayotgan juda ko'plab usullar bor. Men bularni YouTube'da onajonlarimizga juda ko'pchilikka hisoblab berib ko'rsatib kelaman. Menga bog'lanib, shaxsan o'zimda hisoblatishni xohlasangiz, mana shu berilgan lichka orqali, kommentariyada ham yozib qoldiramiz. Menga bog'lanib Telegram orqali yozishingiz mumkin. Unutmang, avvalo farzandingiz o'g'il yoki qiz bo'lishidan ham ko'ra, avvalo Alloh xayrlisidan va sog'lomidan sizga bersin. Men har bir onajonlarimizga sog'lom homiladorlik va baxtli onalikni tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.